Biz yangi blogerlar sizlarga faqat yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Muncha yaqin olyapsan, o'zimga kirib ketman uni, bolshaqay. Aqay nima qilay? Svet nito tushyapti, hamma joy ten bo'lyapti. Menga qara, Sony apparatki bu. Qanaqa Sony tendi bo'lyapti-ku, ota bobodan qolib ketgan kameralar-ku. Muncha noliysan, reklamadatil jalba qilyapti. Abitgacha reklamani berish kerak, soat 11 bo'lyapti. Yo, men rekvizit yig'ishim kerak. Men ssenariy yozishim kerak. Men syomka qilishim, men montajim qilishim kerak. Qachon ulguraman men? Menga qara, katinamda ishtonni rezinaga ushqa muncha cho'zilma. Mana Instagramga istoriya qo'ydim. Bizaga videochi kerak dedim. Bir 30 kishiga ko'rsa agar mabodo bittasi telefon qilib qolar. Mana. Reklama. Reklama? Alo. Alo, assalomu alaykum. Admindim. Mobilografmi? Hozir sizga ana nima? Geolopatatsiya. Geolopatatsiya tashiyman, aha. Bo'pti. Mana mobilograf topildi-ku. Hozir suhbatini olamiz. Menga qara jo'ra, buni mobilograf degding, jo'monglarga o'xshaydi-ku. Bilmasan? Ukajon? Ha, aka. Oldin qaydadir ishlaganmisan? Ha, Toshkentda Jobir Mansurov bilan ishlaganman. Voy, sen Bobur Mansurov emasmi momoda? Bilmasam, hozir Jobir bo'lgandirda. Xullas, bitta ishlaring ko'raylik, keyin gaplashaveramiz, ha? Tamam, aka. Ular tayyormi akalar? Kamera, motor. Поехали. Xo'sh, hurmatli podpisчиклар, biz yangi blogerlar sizlarga faqat yaxshi narsalarni tavsiya qilishda davom etamiz. Bizga like, podpiska, to'xtadi. Dal bo'yapmisan, nima qilyapsan? Video ko'ryapman. Kamerang qani bo'lmasa? Aka, Toshkentda men onlayn kursda o'qiganman. Hozir hamma mobilograflar Ray-Ban ochkida olyapti-ku. Yo'q. Davom et. Taqmi? Kamera, motor. Поехали. Tayyor akalar. Oho, kadrlar ko'rsinchi, mana tushuna. Что-то вообще ko'rmayapman. Qarachi o'zing. Qani, birchi? Mana bunday qil. Ukajon, qayda o'qiganman deding? Onlayn. Sana onlayn kursingga o'ray. Oddiy ochki-ku bu. Aytdim, buni tit etmayapti bu. Yo, shuncha syomkani tiqtashadi, shuncha deb. Hozir kadrlarni qaytadan olish kerak. Men senga aytdim shu. Ertalabdan chiqaylik, syomka qilay. Yo uxlaysan, yo PlayStation o'ynaysan. Zakazchikka nima deymiz? Yo, men ham aytdim-ku, syomka qilsak qilaylik dedim. Yo'q, hay pul yeganmiz, da berish kerak bo'ldi. Yozadi ustimizga. To'xta qani. Bo'ldi qilinglar. Men parod qildimki, o'zim hal qilaman. Reklamaga qancha olgansizlar? 50 ming. 50 ming, 1 minut akalar hozir. Voy, 50 mingga yeb qo'ydik. Hech bo'lmasa 70 ming gaplarsang bo'laydi-ku. Nimaga? 10 ming yul kiradi, как всегда. Akalar, muammo hal. Dadam Rossiyadan pul tashadi. Aldaysan-ku. Rossiyada bayram bo'lyapti. Banklar ishlamayapti. Qanday pul tashadi? Aka, hozir zamon rivojlangan. Pul tashash uchun bankka borish kerak emas. Impay ilova orqali dadam pul tashadi. Undan tashqari kommunal to'lovlarni to'lasa bo'ladi. Eng qulay kurslar faqat Impayda aka. Impay zo'r maqsadga o't. Pul qancha tashadi? 50 ming? 50 ming so'mmi? Yo, rubl. 50 ming rubl? Jamoamizga xush kelibsan. Ray-Ban